Assalomu alaykum. Mana 26 dekabr 2025-yilda biz Peshku limonchilik Ravnaqi fermer xo'jaligida Peshku limonchilik maktabida mana do'stimiz, sinfdoshim Samadov Amrullo bilan limonlarni nazorat qilib turibmiz. Mana limonlarimiz gullashni boshladi. Mana endi ko'pchilik limon erta gulladi, kech gulladi deydi. Mana Samadov, mana bu kishi sinfdoshim bo'ladilar. Shu meni fikrim, meni tajribalarim va meni nima deydi oshirgan malakamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, agar 21 dekabrdan keyin gullaydigan bo'lsa, bu to'g'ri holat. Mayli endi kim nima deydi, nima qo'yadi, har kim o'zining fikrini aytadi qo'lidan kelgancha. Meni fikrim, agar 21 dekabrdan keyin limon daraxti gullaydigan bo'lsa, u normal holat hisoblanadi. Chunki mana 20 kun, bir oydan keyin bahor kelishidan oldin gullashni limonlar boshlash kerak bo'ladi. Shu uchun hozirgi holatni bilan yaxshi deb baholayman. Mana bugungi kunda ham o'sha bizning limonlarimiz mana chiroyli bo'lib meva berib turibdi. Bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, mana shu limon daraxtini iloji boricha noyabr oyining o'rtalarida hosilni uzish kerak bo'ladi. Mana bu narsalar endi biz to'g'ri gap limonchilik maktabi bo'lgani uchun biz bu mevalarimizni mana ko'rgazmaga qo'yganmiz. Shu uchun buni ertaroq uzgan ma'qul bo'lib hisoblanadi. Mana ko'chatlarimiz tayyor sotuvga. 2 yoshar ko'chatlarimiz. Xullas, limonni gullash davri keldi. Agar limonlaringiz gullashni boshlagan bo'lsa, normal holat, faqatgina bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, shamol berishni kuchaytirish kerak. Ya'ni har kun iloji bo'lsa, mana bulutli havolarda shamol berib turish kerak.